Diyora qizim, nima qilyapsan? Oyim Muhiddin akaga ovqat olib chiqmoqchi edim. Sen Muhiddin akangga ovqat olib chiqasan. Qizim, quyosh qayerdan chiqdi? U bana senga yoqmasdi. Oyi. O'zingiz aytgansiz-ku, qo'shnilarga mehribon bo'lish kerak deb. To'g'ri aytganman qizim. Bo'pti, mayli, bor, olib chiqa qolgin. Ilohim, mana shu 2 yosh baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Muhiddin aka bormi? Yo'q, ketgandilar. Biror ishi bormi ularda? Yo'q, mayli, o'zlari kelsalar. To'xtang. Siz o'zi kimsiz? Tushunmadim. Sizni nima ishingiz bor? Diyora, yaxshimisiz? Yo'q, yomonman. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Yo'q, tinchlik emas. Tushunmadim. Tushunmadim. Salom bermadim. Ey ku. Yaxshi. Kim bu qiz? Biz ham shuni bilmoqchi edik. Qayerdan chiqdi? Liftda turgandek chiqib keldi. Tez surishtirlaring. Chop. Hozir. Assalomu alaykum, xola, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling bola. Diyora uydami? Uyda. Iloji bo'lsa chaqirib bering. Xo'p, chaqirib beraman. Ha, nima kerak? Tinchlikmi, Diyora? Nega kechadan beri kayfiyatingiz yo'q? Ha, tinchlik. Shuni bilmoqchimidingiz? Yo'q, bugun vaqtingiz bo'lsa uchrashuvga chaqirmoqchi edim. Uchrashuvga? Umuman vaqtim yo'q. Xayr. Tushunmadim. Assalomu alaykum aka. Vaalaykum assalom. Aka ko'rdingizmi, domga yangi qiz keldi. Boshqa qiladigan ishlaring yo'qmi? Ha? Qoch yo'ldan o'zi asabim buzilib turibdi. Bu domligida hammasi bekorchi bor.